zamonlarda qish qattiq keldi, 6 oy qish bo'ldi, 6 oy qor yog'di deb vaziyatdan chiqib ketishgan edi. Kim kasal bo'lsa ham. Bizani zamonamizda unaqa deyishga uyaladi odam. Qish bo'ldi, qattiq qish keldi deyishga ham uyaladi odam. Kun isib ketgan, bahorda havosi bo'lib yotibdi. Bir oyda 1,5 oy odam kasal bo'ladimi? Bir oy ichida 1,5 oy marta odam kasal bo'ladimi? Odam uyaladi. Kun sovuq, uy sovuq deyishga qayerdan bilmayman bunaqa gripp. O'shaning uchun rosa ham tuyoq ichkim keldi. Tuyoq olib keldim. O'zim juda ham yaxshi ko'raman, faqat molni tuyog'i bor ekan, qo'yni tuyog'idan yo'q ekan. Qo'yni tuyog'ini topish ham sal qiyinroq, lekin qo'yni tuyog'i boshqacha bo'ladi. Qornlarini, ichak-chavoqlarini olib o'tirmadim. Hasp oldim. O'zim yaxshi ko'raman haspni. Bolalarim bunaqa narsalarni yoqtirmaydi, lekin majburlab issiq-issiq sho'rvasidan ichkizmoqchiman. Charbasini olmadim, o'zi tuyog'im shundoq yog'i ko'p ekan, o'shaning uchun olmadim. Sizlarda ham shunaqami? Kim gripp bo'lsa, kasal bo'lsa, shamollasalar ham bunaqa sho'r bodring, pomidor yeglaring keladimi? Qaranglar. Bola o'zimga oldim, o'zimdan oldim, bolalarim yeb tugatishdi. Ovqat pishgandan keyin kelinglar mehmon qilaman. Issiq sho'rvalardan ichib, achchiq qalanfurlarni ichiga to'g'rab,